Assalomu alaykum YouTube ahli, hamma yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Sizlarga ish chiqaryapman Moskvadan. Men qishloqdan tog'li joydan sizlarga video qilyapman. Musofi yurtdan shu vatanni, qishloqni sog'inib yurganlar uchun mana ko'rishlaringiz mumkin. Shunday chiroyli joyda, toza havoda sizlarga video qilyapman. Ish Moskvada Monolitda bo'ladi, do'stlar. Qatlavondan boshlanyapti. Bir oyda 2 marta oylik har 15 kundan. Uzoq bir hafta zadishkasi bor. 3 mahal yeb-icharlaringiz bepul. Yotoq joy beriladi. Xohlasalaringiz общий-jet, xohlasalaringiz ichkari vagon ham bor. Qaysi ma'qul kelsa. Oylik 150 ming rubldan boshlanadi 240 ming rublgacha. Patentlar ko'tarilib, oyliklar ko'tarilyapti shunga qarab. Faqat usta bolalarga. Endi ishlab ketayotganlar bo'lsa, shularga 150 mingdan boshlanadi. Usta bolalarga bo'lsa 180-200 dan boshlanadi. Ekranda nomerga aloqa qilib, bemalol ishga borishlaringizni tavsiya etaman. Tojikiston, O'zbekistondan borayotgan do'stlarimiz ham ishga qabul qiladi. Dokumentlaringizni qo'ldan kelgancha yordam qiladi. O'zlaringiz borib patentga topshirib olasizlar. Mana shu videomizga bitta like bosingizlar, Telegram kanalimga kommentariyada obuna bo'lib qo'yingizlar, do'stlarga jo'natib qo'yingizlar. Ish joyida videosi video davomida qo'yilgan, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariyada har xil gap so'z yozib beramangizlar, akalar, ukalar, iltimos sizlardan. Rossiya tugadi, bu sen migrant o'zimizniklarni xorzor qilish uchun chaqiryapsanmi ishga? Yo'q, agar yoqmasa ko'rmay o'tkazib yuboringizlar, yoqmaydiganlar bo'lsa-da, mana shu negativ fikr bildirayotgan odamlarga tegishli bu gapim. Rossiyada yurgan, ish izlab yurgan akalarimiz juda ko'p. Men auditoriyam keng tarqalgan Rossiyada, Moskvadan ko'rayotgan akalarimiz ko'p. Shular uchun, ishdan qiynalib qolgan akalarimiz uchun bu video. Hammalaringiz jonlaringiz omon bo'lsin. Gazini bosamiz. Video davomida ish joyida videosini ko'ringizlar.